Izboskandagi hamma taniydigan Islom akani legendariy oziq-ovqat do'konini do'stlar, tinchlikdan sotib yuboramiz. Bitta odam 10 yilda agar bir joyda ishlaydigan bo'lsa, ast darajasiga yetadi. 17 yildan beri oziq-ovqat sohasida yurgani uchun Islom aka ham o'zini boshqa sohada sinab ko'rmoqchi. Bu yerda olsangiz bilasiz, oylik daromadini bitta Koreyada yurgan akam yo ukam jo'natib turibdi degan yaxshigina daromati bor. Ko'rib turganingizdek 23 tami xolodilnigi bor, konditsioner, xullas kamera, ishchilarni ham birato'la o'rgatib qo'yishadi. Shunday oziq-ovqat hamma yo'g'ini birdaniga beramiz do'stlar. Joyi bilan birgalikda. Bunaqa biznesni qaydan kutdingiz? Islom akani sotishini hech kim kutmadi ham, men o'zim ham kutmadim, lekin bugun shu holatga to'g'ri keldik. Andijonda Izboskanida, Poyto'da, Kalsavoyda, markazda 24/7 oylik daromati, har oy yaxshigina daromati bilan $90,000 shu yerda sotib yuboramiz. Notariusda pul sanovrasiz, ko'rib turgan mahsulotlaringiz hammasi sizga o'tadi do'stlar. Bu videoga hayratlanyapsiz, Islom aka sotib yuboryaptimikin deb. Ha, sotib yuboryapti. Albatta tanishlarga jo'natib qo'yamiz.